Shu mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekanda. Hali mol ko'sh qaytarishga ham yaramaydi. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti egasi. U qoni bormi o'zi buni o'zini? Bor bu nima bu desa mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Aka 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat olish. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab shu yarim marta marab oladi. Ya o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotsa tuya oladimi? Yo talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali tikmahal terit qilib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasdi, uyalgan. Men shu yemishlarga yarasha xizmat qilyapmanmi-kin? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'riga bo'lsa, qulog'iga bo'laveramiz-da. Nimaga bunaqa qilaveramiz? Uyalayotgan ekan.